Bugun bolalarda eng ko'p uchraydigan kasallik haqida gaplashamiz, ya'ni adenoidlar. Adenoidlar vegetatsiyasi bu nima? Adenoidlar vegetatsiyasi burun halqumdagi murtaklarning kattalashishi, bu adenoidlar vegetatsiyasi deb ataladi. Adenoidlar vegetatsiyasi ko'pincha virusli kasalliklar oqibatida kattalashadi. O'zi adenoidlar vegetatsiyasi birinchi, ikkinchi daraja deyiladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi darajalari bor. Mana adenoidlar vegetatsiyasining kattalashmagi bu normal holatdagi holat. Bu yerda adenoidlar vegetatsiyasi kattalashgan, bu yerda ikkinchi stepen. Adenoidlar vegetatsiyasining kattalashishiga sabab bu ko'pincha virusli infeksiyalar oqibatida kattalashadi. Ya'ni adenoidlar vegetatsiyasi mana bu yerda birinchi daraja, mana birinchi daraja. Bu yerda mana ikkinchi daraja. Ikkinchi darajada havonani 50%ni yopib qo'ygan bo'ladi mana. 50%. Uchinchi darajada bu havonani to'liq yopib qo'ygan holatini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda 3-daraja. Bu yerda ko'ringan. Adenoidlar vegetatsiyasi bor bolalar nimaga shikoyat qilishadi? Bularda ko'pincha burun orqali nafas olishga qiyinlashishi, xurrak otishi va eshitishni pasayishiga. Keyin bularda yana bitta holat kuzatiladi. Kechki to'shakni xullab qo'yish holatlari kuzatiladi. Bu adenoidlar vegetatsiyasining darajasiga qarab biz davolash taktikasini tanlab olamiz. Ya'ni agarda birinchi daraja bo'ladigan bo'lsa, bu konservativ lecheniya bilan bemor tuzalib ketadi. Ikkinchi, uchinchi darajasida bu biz jarrohlik amaliyotini tavsiya qilamiz. Endi bularda diagnostikasiga nimaga qarab qo'yiladi? Diagnostikasi yuqorida biz aytib o'tdik. Birinchi o'rinda o'sha shikoyatlari, ya'ni burun bilan yaxshi nafas olmaslikka, eshitish pasayishiga, xurrak otishiga, yuz siklitidagi o'zgarishlarga, ya'ni adenoid burun orqali nafas olmagandan keyin yuzdagi burchaklar siglajin, tekislanib ketgan holatlar kuzatish mumkin. Keyin to'shakka siyib qo'yish holati va tez-tez bola kasal bo'ladi. Yana bularda hozir zamonaviy usulda diagnostika usulimiz, masalan, endoskop yordamida ularni tekshiruvdan o'tkazganimizda buni darajasi bizga aniq ko'rinadi. Mana bu yerda o'sha endoskop kamerada ko'rgan vaqtimiz mana adenoidlar vegetatsiyasining 3-darajasi aniqlangan. Bu holatlarda tekshiruvlar o'tgandan keyin biz o'sha darajasiga qarab davolash taktikasini aytamiz. Ya'ni birinchi daraja bo'lsa konservativ lecheniya, ikkinchi, uchinchi daraja bo'ladigan bo'lsa, ularga jarrohlik usulini tavsiya qilamiz. Jarrohlik usuli endoskop yordamida umumiy endotraxeal narkoz ostida amalga oshiriladi hozirgi vaqtda. Oldinlari, ya'ni mahalliy muzlatib bemor o'sha og'riqni sezgan holatda qilingan mana. Bu eski usuldagi holatlarda. Endi hozirda endoskop yordamida, ya'ni Shever apparati yordamida polni adenoid to'qimasi olinib, o'sha joyida polni kuydirib chiqib ketiladi. Buni hozirgi usulda qilinayotganda qaytalanish ehtimoli juda ham kamdan kam uchraydi. Hozir masalan 2010-yildan buyon qilinayotgan bo'lsak, hali masalan qaytalangan holatda uchramadik. Oldingi holatlarda juvoy qilingan, u vaqtda qaytalanish holatlari ko'p uchragan. Endi yana bizlarga juda ko'p savol bo'ladi. Adenoidlar vegetatsiyasi aniqlandi, uni olmasak nima bo'ladi dedi. Bunda birinchidan eng yomon asorati miyaga kislorod yaxshi bormagandan keyin bola o'zining tengqurlaridan aqliy rivojlanishdan orqada qoladi. Masalan, ko'plar shikoyat qiladi, bolam she'rda yaxshi yodlayolmaydi. Demak, miyaga kislorod yaxshi bormagandan keyin bolaning o'zlashtirish qobiliyati ham pasayadi. Keyin bu yillar natijasida kuzatilgandan keyin yuz sikliti o'zgaradi. Tishlar qatori tekisligi notekislashadi. Ulardan tashqari yuz siglajin, yuzda burmalari o'sha tekislanib, bemorda ko'rinishi og'zini ochib beradi. Og'zni ochib bergandan keyin bu og'iz bilan nafas olganda tishda karieslar tez uchraydi. Ya'ni tishning emal qavati yemirilish boshlaydi. O'shaning uchun bunga adenoid vegetatsiyasi aniqlandimi, o'shanda darajasiga qarab muolajalarni qilish shart. Bolalaringizga e'tiborli bo'lingizlar, sog' salomat bo'lingizlar.